Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli görürmenler. Vaka ve mülahize programımızın 40. bölümünü görüşünlerini karşılarımız. Ben Abdullah Yalqun. Qadirli görürmenlerimiz, hemmeğe malum boğandek, biz bu programımızda her daim gün tertipteki kızık nokta bulup duruyatkan meselelerini vakti-vaktida şu sahanın mütehassislerini veya ki siyasetçilerini teklif kılıp, söhbet kılıp kilovatımız. Bugün bütün gün ilanımızda belgendek. Elbette şu yakınki 2 haftadan bu yan gün tertip halkara vaziyette meyli Şarkı Türkistan'a alakadar bolsun veya ki Xitay ve başka halkaradaki devletlerinin oturistiki münasibetle nayeti ciddi gün tertip buluvatıdı. Bu meseleler hakkında bugün inşallah programımızda bir qancha temaga bölgen asasda söhbet kılımız. Bugünkü aziz mihmallarım, 2 mihmenim var. Tünügün elanımız beğendik. O bozumu birincisi Şivesiyadan katlaşıvatıdı. Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin Avrupa Taşkı İşler Mesulü Necat Turgun efendim Şivesiyadan katlaşıvatıdı. Ve Kanada'dan tədqiqatçı ve siyasi faaliyetçi Ruqiyya Turduş Hanım katlaşıvatıdı. İkilisinin ziyaretimizi kabul kılıp programımız katlaşıp için köpten köp rahmet etimiz aldılar. Bizim rahmet etimiz. Rahmet. Qadirli görürmenlerimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık Naq Meydan'dan tarqıtılıvatıdı. Ekran aldı çıkıp duruyatkan numarımız şunaqla. İctimai uçur vasıtlarındaki alaqı vasıtlarımız arkalık programımızga alaqadar har qandaq fikir teklif bolsa berişiңlarni, suallarыңlar bolsa soruşuңlarni ümit qılmız. Şunaqla köplegen qarindaşlarımızdan faydalanış üçün hem baharlap qoyuşunu hem unutmaysızlar. Bugünkü temamız tünügün biz elanımız bergendek dünya siyasetidagi Xitayga qarşı ciddi özgürlüşler hakkında toxtulğanlığımızı degan toq. Unda olsa bir vasıta başlayıp kelsek, aldı bilen Nicat Efendimden başlasam. Elbette bugünkü söhbetimizde şu Xitay-Rusiya münasebeti yıkılışından başlaydı. Uzundan buyan bulup mu şu Ukrayna uruşudan keyin, Rusiyanınki Ukrayna qılğan uruşudan keyin dünya Xitayga har xil şekilde agahlandırış berýärdi. Arka septen Rusiyanı qollamaslık üçün degендek nurgun işler gün tarafından düşmeye kilovatkan bir mesele. Ahırda Xi Jinping Moskva'da ziyaretli oldu. Bir yerde bir muncha toxtamlar, kelişimler oldu. Bu yıkılışış sizce Amerika'nınki bugünkü Amerika ve Garip'nin şu dünyadaki küçüge tesir küçüge bulup Amerika'nın tesir küçüge Xitay Rusiyanın yıkılışı qandaq ta'sir ko'rsatdi. Ko'rsatdi devatqanlar nimalarni o'ttirg'a qo'yatdi. Ko'rsatmaydi devatqanlar nimaga asosan devatdi bu shaxsga fikringizni alsam. Albatta har ikkinglar bir-biringlarningki savol javobiga qo'shimcha qilsanglar bo'ladi. Fikr bersanglar bo'ladi. Marhamat. Sualınız için köp rahmet. Elbette bu bugünkü dünya sistemini 2. Dünya Uruşu'ndan keyin Amerika başçılıqdaki garip devletler bir kurup siyasi, iqtisadi, diplomatik, ticaret nurgun saatlarda kurup çıkıldı. Yani bugün bu Amerika'ya meydan okuyatkan 2 tane çoğun devlet var. Birisi Xitay. Xitay'ın meydan okuşu köp taraflılık bir zaten buluvatı. Siyasi, iqtisadi, askeri cihetten olsun. Nurgun sahalerde en çok tehdit peyda yapatkan Xitay. Şununla birlikte askeri ve siyasi cihetlerde mi Rusya mı Amerika'nınki yetekçilik rolüga bir meydan okuyatkan bir demini görürüz. Hem de bu Garip'nin ve Amerika'nınki başçılığındaki hem Xitayga hem Rusya'ya boğan qaratkan tedbirleri, elip beriyatkan çağrıları ve siyasetleri bu 2 devletini bir-birisiga künden günge yakınlaştırıvatıdı. Anaki yeni bir amil olsa bir yerde Xitay'ınki, bu Rusya'nınki Ukrayna'ya besip kirgendikin ötken jili 24 fevral günü besip kirgendikin Rusya, Garip'ninki ve Amerika'nınki küçlük jazaga, iqtisadi embargosuga duş geldi. Bu sebepten bu Rusya'nı teximi Xitay bir kadem teximi yakınlaştırdı ve şu uruşnınki aldı keynide uruş bulup bir jil ötkendikin Rusya, Prezidenti Vladimir Putin Xitayning prezidenti Xi Jinpingni teklif qildi ve köp taraflamalik 8 sahalik stratejik sahada bir hamkorlikni tuzdi. Bu tuzilish bularning ikkisining munosabatini texmo cho'nqurlashtirdi ve bir-birisiga texmo do'stligini ve hamkorligini kuchaytirdi ve chingaytirdi. Bularning albatta ikkisining bundaq chingaytishi, bu munosabatni kuchaytirishi
Albatta Amerika o'zi qurib chiqqan bu xalqaro sistemaga va tartibga tahdid paydo qildi. Chunki Rossiya askeriy jihatdan Amerika qurgan askeri va siyosiy jihatdan Amerika qurgan xalqaro sistemaga deganimizdek tahdid paydo qilganlik izchil maydon o'qib kelgilik. Hatta Ukrainaning nimasigami besib kirishda bu Amerika başçılığından NATO askeri güçününki kengaymeşlik nimasi qartılgan bir cevap deb buni davatıdı. Mesela Xitay tarafından olsa bu urushning natijasida ikkisining Rossiya-Xitoy munosabatiniki yaqinlashishi buning da Xitoy nurg'unlagan olgan foizlari bor masalan neft bahasini va tabiiy gazni arzon bahoda ilish, bu yerdan oldigan neft va tabiiy gazlarning miqdorini ko'paytirish, andan keyin Rossiyadan chiqib ketgan g'arb shirkatlarining o'rnini to'ldirish degandek bunday sabablardan Xitoymi o'zining iqtisodiy taraqqiyotini va tijoriy manfaatlarini nurg'un qozongan bir narsalar bu. Yani bu ikisi ko'pincha holatda ma'ni da'votidir birlikka kelgan chog'da uchun. Biz dunyoda yolg'iz Amerika yetakchilik qilgan bir yakka dunyo sistemasini xohlamaymiz, bir ko'p qutublashgan bir dunyo sistemasini, dunyo tartibini xohlaymiz deb shuna deb kelayotgan yillarni men ama bu qatimqi yig'ilishda bunda bir nuqtani deb soldi bular. Biz yangi dunyo tartibi yaratamiz dedi. Fakat köp kutupluq devlet, köp kutuplaşkan devlet emas. Biz yeni bir dünya tertibi yaratımız deb ikisinin körüşken nimesi bu ne deb saldı. Hem de bu elbette bularning siyasi ve askeri nimeler belgelik yetiş mümkün ama bazı yerlerde yeni dünya tertibi yetişke hazır emas ama bu maşnaq bir istikini nişanının bağlılığını bular tuncu qatim bellikte oturgu koydu. Bu mu sosyal nimelerde, matbuatlarda tədqiqatçılar tərəfindən hər xil analiz qılındı. Amma yığın çaqlagan çağda ikisininki yaxın münasibətinin küçəyişi Amerika başçılığındakı bu Qərb dünyası yaratqan xalqara sistemaga bunun Cahangir dövlət, yəni yetəkçi dövlətlik ornağa əlbəttə təsir göstərdi deyə qarasaq oldu. Xoş. Ruqiya xanım sizning ko'z qarshingizda olib baxsanmış məsələdə. Nicat asasen ben neyim demekçi bolğanını dedi, oxşaş göz qarşım. Şunun bilan birge Amerikanınki dünyadaki hegemonik ornuğa təsir göstəriş bilan birge bu Xitay bilan Rusning yıqılışı. Yani Amerika bu yerde dünyadagi bu Amerikaga bo'lgan tahdid texmi kuchaydi bir tarafdan aytganda. Masalan, burun soğuq urush vaqtida Amerika bir nuklear kuchi bilan ilishgan bo'lsa, Rusdan iborat. Hozir hamda bu nuklear Xitayni qitilib 2 oldu, agar Ironni qassaq 3 degan gapda. Shunga Amerikaga bo'lgan Amerikaniki dunyo tuzilmasiga bu shu hozirgi dunyo tuzilmasiga Abay Nijatmi deb o'tdi. Bu kuchlar birlashsa bir cho'ng tahdid. Bunda bir cho'ng tahdid bo'ldi. Bu ikkisining yaqinlashishi texmbak tahdid olib keldi. Yana bir tarafdan aytganda bu ikkisining yaqinlashishi Amerikaning o'zining alliansini, hamkorliklarini, do'stlarini, kuchlarini yenida tutishig'imi sababchi bo'ldi. Chunki bu vaqtda Yevropani texmo jiqaroq yenida tuta oladi, boshqa kuchlarni qaramani bizning dunyo sistemamizni buzaman deyotgan bir cho'ng kuch o'zini oshkorladi degan narsani Xitoy isbotladi Rus bilan yaqinlashib. Bu narsa Amerikaning do'stlarini texmo kuchli yeniga tortib bu Xitoyni Xitoy bilan Rusni masalan rasmiy dushman ko'rishiga atmag'di. Yaqin hozir qandaq bo'lishini hech kim deyamaydi, ammo chunki Xitoy bu bir zo'rayotgan Amerikaning o'rnini olaman deyotgan bir imperiya bo'lganligi uchun, u imperiyaning tushishi uchun Amerika bu yerda masalan Xitoy bilan qat'iy urush qilmay, Rus ikkisi bilan urushni qat'iy qilsaq bo'lmaydi deb urush qilmayman. Military hozir nurg'un urushni boshlab bo'ldi-ku Amerika masalan. Capital War deganni boshladi, sanction berdigan, embargo qildigan degan Rusga. Uningdan boshqa trade war'ni boshladi Xitoy bilan. Uningdan boshqa yana nurg'un savdo urushlari degandek-chi. Hatta urushlarning ideologiya urushi bu yerda hamma narsani boshlab bo'ldi. Faqat boshlanmagan birla military urush qoldi. Hamda Xitoyga sanctionlar berdi. Shunga bu askariy harbiy urushni boshlamadi-da. Hamda shu urushli qoldi. Bu urushmi yaqin men hamda biz bu bilamaymiz hamda qanday bo'lishini-da. Lekin meningcha bu urush cho'qim bo'ldigandeklar chunki harbiy urush. Chunki bir imperiya, yana bir imperiyaning o'rnini olaman degan vaqtida urushni qilmay turib o imperiyani urushni qilmasa agar u imperiya cho'qim uning o'rnini olib ketadi, ziyon tortadi. Endi urushni qilsa
u yerda bir natija chiqishi mumkin yo'q. Yaxshi faraz qilib qischa. Shuningga bu yerda bir urush bo'lishi mumkin. Mencha bu Xitoy bilan Rusning birlashishi kelgusida bo'ladigan urushni tezlatadi deb qarayman. Ko'p rahmat. Endi Nicat efendim müşahedemde siz degandek yuqorida 21 Mart Xi Jinping bilan Putinning ko'rishishida. Endi uzundan buyon shu urushdan buyon Rossiyaga jiddiy shaklda nurg'un davlatlardan Amerika boshda butun g'arb davlatlarida xilma-xil jazolar berilayotgan bir sharoitda. Endi bu Rossiyadan chekingan shirkatlarning o'rnini Xitoyning shirkatlarininki osi bo'lganligini tilga ilishdi bu yerda. Hatto shu Mongolia orqali Xitoyga tutishadigan Sibiriya elektr energiyasi 2 tabiiy gaz turib yo'lnoma Xitoyning ishonchlik muqim bir energiya bilan ta'minlaydiganligi o'tirib qo'yildi. Bu albatta g'arb dunyosi bu Xitoyning ham Rossiyaning iqtisodiga qanday ta'sir ko'rsatadi, faqat Xitoyning turkumlab mol kirishi yoki Rossiyadan bir narsani setib olishi boshqa g'arb dunyosiningki turkumlab bo'layotgan jazolarga yenikil ta'lam demasan Xitoyning o'zlab bu masalada. Bu urush içilgan Rusya Ukraynaga tajovuz qilib kelgandan keyin bir patqa qapatdi. Bu yerda nurg'un siz degandek nurg'un embargolarga, iqtisodiy jazoga, pullarninki SWIFT nimasidan chiqarilishi bu nurg'un ziyon uchirdi. Endi buni amalba Xitoy va bu Xitoyga o'xshash boshqa ba'zi davlatlarning nimasiga energiyani setish orqali Rossiyani bugungi dunyodagi eng chong energiya setayotgan davlatlarning birisi. Xo'sh. Energiya nimasini setish orqali o'zini qamdab kelyotdi, iqtisodiy urushga ishlatilgan iqtisodiy mablag'ni mana tepatdi. Andan keyin masalan nurg'un oshqonlikni ko'rdik bu iqtisodiy neftning kesilganligini taxminan 40% oshqonlik nimasini xabarini ko'rdik. Yangidan yasalayotgan tabiiy gaz va neft yo'llarininki liniyalarini ko'ryapmiz, masalan Mo'g'ulistondan. Andan keyin bularning nurg'un tijorat sohasiga ishilgan oshqon nimalarni ko'ryapmiz, o'rtaq birlikda yasayotgan nurg'un zavodlarning ichilganligini belgilanib beryapti. Masalan, oshliq nimasini Rossiya o'zining taxminan 40% buğday shu nima degan nurg'un narsani Xitoyga sotgan statistikani ko'rdik. Yana andan keyin eng Rossiyani qutqizib qolgan narsaning birisi nima degan chog'da u bo'lsa-mu aniqi o'zaro bir-birisiningki pullari bilan tijorat qilishdi. Masalan, statistikada debdi 2022 3 oydan boshlab Xitoy ikisining qilgan tijoratning 65%i o'zaro dollarsiz qilingan tijoratga, ya'ni o'zining rublisiga Xitoyning pulini bevosita almashtiribdi. Bu qitimqi uchrashdimi bundan keyingi tijoratni Xitoy puli orqali qiladiganligi va Rossiya boshqa rayonlar bilan bo'lgan tijoratdimi Afrika, Latin Amerikasi va Sharq Janubiy Osiyodagi ba'zi davlatlarda o'sha Xitoy puli orqali qilsa bo'ladigan manda bir narsani shakllantirdi bu yerda-ku. Bu ham Rossiyaning boshqa davlatlar bilan bo'lgan tijoriy nimasini rivojlantirib bir rol etib berishdan birga Amerikaninkimi bu iqtisodiy monopol, iqtisodiy yetakchilik rolini bu dollarninki xalqaralashgan bu nimasini acizlashtirib, zaiflashtirilgan bir holatni shakllantirdi. Yani Xitoy bu orqali Rossiyani mundaq aytgancha Rossiyaning bugungacha bu urushni bir yildan buyon qila olishda Xitoyning o'sha qo'llab quvvatlashdan ayirib qarag'ili bo'lmaydi deb qarasak bo'ladi. Xo'sh. Ruqiya xonim hamda hammamizga ma'lum shu Xalqaro jinoyatlar sud mahkamasi Putinning shu Ukrainada qilayotgan jinoyat sababli qo'lga olish masalasini bu qarorni bergandan keyin ham bu Ukraina urushidan keyin tunji qatimliq ziyorat Xi Jinpingning Rossiyaga va Putinni taklif qildi Xitoyga. Endi bu sizcha shu Xitoyninki butun shu g'arb dunyosininki ko'z qarashida bugun hamda Rossiyani qanday qilsam bir shaklda tiz cho'ktirman deb o'tirganimda plan shu. Hattoki bugun hozir Ukrainaning shu oldimizdagi 4-5 oyda Rossiyaga qaytirma butun g'arbdan hozir qurollar yig'ilyapti, tanki bo'lsin hamma narsa. Rossiyaga keng ko'lamli qaytirma hujum 4-5 oyda bo'lish ehtimoli bor. Ham Rossiyani har jihatini yiqitimiz deyotgan bir va Putinga tutish buyrug'i chiqarilgan bir vaziyatda Xitoyninki qo'llashi
Xitoyga qandaq kelgusi demasan, G'arbmi, hatto Amerikadan tortib, Yevropadan tortib, mushu urushda mushu ig'ir tipli qurollar bilan ta'minlab qolsa, Xitoyning ig'ir oqibatga qoldiganligini ta'kidlab kelyapti hamda hozirgacha. Sizce kelgusidagi bu oldimizda kutib turayotgan bu mezgillarda nimalar yuz berishi mumkin? Xitoy qandaqsiga bu butun Amerika va G'arbninki mushunchalar besimiga qarshi holatda buni ko'z oldiga ep turib, Rossiya tarafida tura oldi degan. Chunki Rossiya bu urushda ussimi, mag'lub bo'lsimi, yanada Xitoy foydalidir bu yerda-chi. Nima kuzatuvchilar bunday deb qaraydi. Agar Rossiya qutursa, mag'lub bo'lsa urushda, u vaqtida Xitoyning yanchig'iga texmi jiq tushadi-da, chunki Xitoyga yo'linib qoladi u holda. Agar Rossiya g'alaba qilgan taqdirda yana Xitoy uqtidi, chunki ideologiyalik var dünya tuzilmasida, dünya tuzilmasini Amerikaning dünya tuzilmasini o'zgartirman deyapti Xitoy. O'zgartirman degandan u Xitoyning maqsadi amalga oshdi, dunyoni Xitoy so'ridi degan gap bo'ldi. Shunga bu Xitoyniki Xi Jinping o'ziniki so'zidimi 2050 degan bularning bir visionsi bor, 2050 visionsi Xitoyniki. Buningda dunyoni men so'rayman deydi. Chunki 2050gacha butun harbiy kuch hamma narsa 2030gacha Amerikaga yetish bo'lmaydi. Urushsammi mesela Tayvan'daki bu mesele. Bu Xitoy Tayvan'ni çoğum One China bir Xitoy policy'si deb bizni Tayvan'ni, Tibetni, bunu hergiz Hong Kong'ni bunu hergiz mi chiqarib yeteklik emasda o'zining nimasidan, manfaatidan. Çoğumlu bunu alama deyiklik. Xitoyning niyati zaten yaman, planını tuzib bo'lgan, o'zining visionsimi bor, 2050'da men dunyoni çoğum so'rayman degan. Shuningga qarab plan maqsadli ketyapti. Chunki agar bu urushda agar Rossiyaga unda bisim qilib G'arb davlatlari butun kuchi bilan Rossiyani urib, Rusni yiqitayotgan taqdirdami, buning Xitoyga pek cho'ng ta'sir bo'lmaydi, chunki Rus yanada u chaqda texmi ig'ir darajada Xitoyga beqinib qoladi-da. Unda bundan bu yerda tijoratda boshqa ishlar hammasida Xitoy yana foydaldi. Agar Rus bu yerda tutgan taqdirda, abay deganimda, yana bular Amerikaniki nima hegemonik o'rinni Xitoy tortib oldi, yana Xitoy foydaldi. Shuningga bu Xitoy uchun bu yerda nima qilib yetadigan bir narsa yo'q, ya'ni ansirab men bu Rusni bunda qilsa yaqin kelsam menga bir balasi degan mudaydigan narsa yo'q, chunki boshda nishon hozir Rus bo'ladi. Ammo Amerikaning G'arb davlatlarining buningda o'ylig'ini bor, ya'ni Xitoy ilqi nimani mundaq kartni manda o'ynasa, bularni boshqacha bir shaklda o'ynashi mumkin. Chunki bu yerda masalan Rus nima Ukraina masalan g'alaba qildi yoki Rus mag'lub bo'ldi deydi, bu yerda urushda Rus mag'lub bo'lganda bu yerga Ukrainaga hozir shunday jiq qarzlar bo'ldi, bekchi qurollarni qarzga yotadi. Chunki urushda vayron bo'ldi. U vayron bo'lganini tuzash uchun cho'qim Yevropa kirdi. Yani Ruslan chegirsiga Yevropa kirdi, Yevropa burunqidan texim kuchli bo'ladi degan gap. Yani NATO hammasi kirdi-da NATOdan tortib. Unda bo'lgandan bu yerda yani Amerikaning bir kuchli alliansi bo'ldi degan gap. Va Xitoy buni o'ylamatamdi, nimqimdi u vaqtida texim bakiliqi, dushmanlashish, qarshilik kuch, raqobat texim kuchayishi mumkin. Bu shunday sababdan. Xo'sh. Ko'p rahmat. Endi shu TikTok masalasiga kelaylik. 23 mart hammamizga ma'lum Washingtonda Avam palatasida TikTokning ijroiya raisi 5 soatdan ortiq savol so'roqqa savol yomg'irga duch keldi hamda hammamiz ko'rgan bo'ldik. Albatta bu yerda TikTokning qanday dunyoga xatar elib kelayotganligi hammamizga ma'lum bir masala. Mushu savol so'roqdimi ya'ni bo'lgan his qilgan tuyg'ularinglar nima deb apaqsamamdi. Chunki Uyg'ur masalasini o'sha nurg'un savolni javob berishda Xitoy kommunist rejim bilan TikTokning aloqasi yo'qligini bildirish uchun qilmagan tirishchilikni ko'rsatdi. Bizning masalamiz silg'ilgan vaqtida bu savoldan qochishga tirishdi. Xitoy o'zi kontrol qilmaydi bizni deb turib bu Chushovzi degan raisi CEO'si. Bu müşahedeki umumiy shaklda kun tartib kelishi bu yerdagi butun dunyo ko'rgan bu masaladami shu savol so'roq guvohlik berish yig'inida bizning masalamizning kuchli tilga elinishi, Sharq Turkiston masalasini, Uyg'ur vatanimizdagi bu irqiy qirg'inchilik masalasini dunyo kun tartibiga butun dunyodagi har qanday tildagi insonlar ko'rgan bo'lishi kerak bu masalani. Buni qanday qaraysizlar? Nijat efendim sizdan başlasam. Aldığın bu
Şərq Türkistan meselesi bugünkü dünyanın nurgun sahalarga çetilip ketken bir mesele. Meyli halkaralık ticaret olsun, yeşil enerjiye deymiz, az sanda görülgen mahsulatlar deymiz, kulluk emgek deymiz, geopolit deymiz. Nurgun neslerge, elbette kültürel medeniyet neslerinin çekilişini tatip, nurgun neslerge bir bağlılık benim bu kaldı bu için. Nereden bir halkaralaşkan bir meseleni tatip çıksa, Şərq Türkistan'da bulup atkan erkek kırgınçılıkla tutuşulgan bir aletini görüp atımız. Hem de bu yerde TikTok'tan nimesi kelgen çağda dikkat kıldığın nokta nemo degen çağda bula inkar kıl değil. Belki biz ondan yem kumayımız, çekilmeyimiz u bu dip. Ameliyette şu Şərq Türkistan'da bulup atkan erkek kırgınçılıkla nimesi şu TikTok'a okşaş. TikTok'un ki Xitay'daki varyantı boğan aşı şirketlerinin ki tutulgan Uygurlarning Şərq Türkistanlarning o'rnini ko'rsatib berish, ularning uçurlarını berish jihatda bularning ta'minlagan uçurlari va aniq manbalar bilan ko'rsatilgan-ku. Andan keyin bularning masalan sosyal medyada mı masalan nimalarni cheklagan ishlar bor. Avu Tayvan to'g'riliq, nima to'g'riliq, o'quvchilarga to'g'riliq deyamandiki. Başka bizning masalalarimiz to'g'riliq uçurlarni cheklab nima qilgan narsalar va bu demek bularninki bitirep aleti erkin sözleş hakkı, erkin teknolojinin erkin işletiş hakkıga çekligenlik bir nersini göreleyimiz. Gerçi olar garipte bir hareket kılıvatkan bir teknik şirketi, teknik app bolsunmu, bular özünki nimesiga qarta Xitay tarafını tutkan adette bu bir çeklemelik bir hareket kılıvatkanlık nimini göreleyimiz. Anladın ki bularning Xitaydaki şirketininki başlığınınki mesela bəgən vədisi var biz Xitay hükümeti, Xitay Komünist Partisi üçün biz işləyimiz, ular üçün hər qandan nimini qılımız, nimini təminləyimiz. Lakin Xitayның 2015 elan qılған bir casus qanunu var. Xitayның hər bir fuqaraları şirketi, gerçi chet eldə nim qismi Xitay istihbarat idareleri uçuru tələb qılğan çağda bularning beriş məcburiyyəti var. Əgər bunu qılmasa cəzağa tartıldı degəndikçü. Bu mu bir dikkat kılgan nokta? Anladın Xitay'daki nimeler mesela bu şirketlerin hemmisi de mesela Xitay'ın Komünist Partisi'ninki bir bölümü girip bu şirketlerde oranıylıqlık. Demek ki bu işkanda Xitay'da nime asaslangan Xitay'da kurulup gerçi çetelde işlep beriyotgan şirketler bolsunmu bu Xitay devletininki təsirinden Xitay Komünist Partisi'ninki təsirinden qutulanmaydı degan. Bular şu Xitay'ınkin təsir uçurgan aletdə hərəkət edib barlandı. Bunu tenolanmaydigan nərsini bu yepişqə tirişdi, ama bu qaylıqlarlıq olmadı, onun bəgən cavabları sizdik edik. Xoş. Ruqiya xanım, sizin gepiniz var deymi? Ben biraz qo'shimcha qilay. Bu hozir teknologiya urushi bir urushchu. Bu g'arb davlatlar bilan Xitoy o'rtasidagi va boshqa Xitoy shu g'arb davlatlarining sistemasiga qarshi bo'layotgan bir urush. Hamda Xitoy bu teknologiya urushida g'alaba qilsa, ya'ni u hegemonik o'rnini ishtirak oladi Amerikaning. Unda bu uchun bu TikTokmi, masalan hozirgi internet shu AI'niki bir qismida, shuna bo'lganligi uchun TikTok'ninki berdigan ishga ziyni bor Amerika va g'arb davlatlari hamma nimasiga. Birinchisiga bu datani o'g'irlaydi. Bayam Nijat deb o'tdi. Butun uchurlarni o'g'irlab Xitoyga yetkazib berdi. Buningda shak yo'q. Ikkinchisiga berdigan narsa bu ideologiya urushiga berib taqiladi teknologiya urushi uchun. Nimishga kelsa, u ya Abayim Nijat dedi, cheklaydi. Masalan, Sharq Turkiston masalasini, Uyg'ur masalasini, Hong Kong masalasini u yerda taqatmaydi debchi. Bu yerde TikTok bundan nəslən çəklab taqatmay, amma Xitayның, CCP'nin özünün yeni dünya tüzülməsiga bolğan göz qaraşlarını, Xitayның kommunist autokratik ideyalarını taqıtdı da onun da nemede. Şuna bolğanlıq üçün bu yerdə bunun aqısında teknologiya var bilan, uruş bilan ideologiya uruşu var bu TikTok'ni çəkləşdi. Amma bizning məsəlimiz ne? Muşu çekleşninki işçideki mesele, en çok tesir gösterken mesele bo'lganligi uchun bunu kötürüp çıkıp, sen demiş ki bunda kılsa deyiş bir ispat gerek kusutta. Bu ispat biz hem de guvahçıydı biz. Bunda bo'lgandan bizning meselemiz ispat oldu bununla. Bu arkalı Xitoy bilan bu yerda teknologiya ve ideologiya urush qilyapti Amerika bilan. To'g'ri deysiz hakikaten. Endi şu Amerikadagi şu 23 Mart'ta ikinci katımlık bir ispat anlaş yığını ötküzüldü. Elbette bundan burunmu lager şahitlerimizden hazır Amerika turvatkan meyli Sümeret Hanım bolsun, Bula Mikirgöl qatarlıqlar guvalık berip qılğan təmdi.
Hazır hem de Kalbi Nur Sıdık Hanım bilen bu qatim 3 saatten artıq 3 saatga yaqin bu yerda guvohlik berildi. Asas jihatdan albatta shu burunqi ichidagi mazmunlarga qarasak, shu lagerdagi ham o'zi bevosita boshdan kechirgan va lagerdagi qiz ayollar bo'lsin, shu ular tatib atgan echinishlik masalalar qayta bir kun tartibga keltirildi hamda parlamentda. Bu masalaga sizlarning fikringiz qanday qaraysizlar? Qaytadan tilga ilinib, yangidan keltirilishidagi maqsad nima bo'ladi ekan Amerikaniki? Amaliyotda mavjud, ya'ni hech bir yangi bir mana qaraganda yangi bir narsa yo'q. Ammo shunday davomli kun tartibga keltirib qo'yib, irqiy qirg'inchilikning bo'layotganligini kuchli tilga olib qo'yib, lekin amaliy bizning vatanimizga foydali bir ishni hatta nurg'un analizlar deyilyotdi. Masalan, dunyo nima uchun Uyg'urlarga yetarli bir shaklda ega chiqmaydi degan nurg'un analizlar yuzilyotdi ingliz tillardami. Shunday kun tartib keltiriblam, har xil qonunlarni chiqariblam o'tilgan ish masalanga. Buningga qanday qaradinglar? Albatta bizning maslimizga kun tartib kelishi foydali bir ish. Boshqa kameramandan qaraganda nimani tushunasizlar? Jatabanim. Erdem Rukiye Hanım yapınız. Abayımız özünüzmü dep öttünüz. Bu yeniden qaytadan kun tartibga kelib qolgan ish emas. Rusiyadagi urush, Ukrainadagi urushlar bize kun tartibdan chiqib qolgandek bo'ldik, ammo kun tartibda batdik biz Amerikani. Burundan shu bo'lgandan tartib batdik. Chunki bu narsa nurg'un narsalarga chetildi. Bizga bo'lgan qirg'inchilik Amerikaning nurg'un manfaatlariga chetildi. Texnologiya urushiga, yeşil green nimasiga, undan keyin butun shu muhit urushi, majburiy emgak deganlar. Undan keyin bu qirg'inchilik degan buning hammasi Sharq Turkistonda bo'layotgan ishlarning hammasi Amerikaniki nurg'un manfaatlariga, g'arb davlatlarining nurg'un manfaatlariga bevosita chetiladi. Bundan boshqa dunyo tuzilmasi, ya'ni Amerikaning hegemonik o'rniga bevosita chetiladi bizning masalamiz. Nimishga deganda bizni qirg'inchilik qilib yo'q qilyapti deganlik, Xitoy buningda g'alaba qildi deganlik, Xitoyninki kolonializm olg'a ilgirladi va dunyo tuzilmasini ko'zga ilmadi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi 2 dunyo urushidan keyin o'ttirg'a qo'yilgan tuzilmani butunlay rad qilib, qat'iy ko'zga ilmadi. O'zining tuzilmasini o'ttirib qo'yma deganda g'alaba qilib mengyapti, g'alaba qilganini ko'zdidi deganlik bo'ldi-da, deb bizni butunlay qirib yo'qotdi deganlik. Tehdit, ikinci tehdit g'arb dunyosi bo'ladi bu vaqtda. Bevosita g'arb dunyosining tuzilmasida aniqlan. Bunda bo'lganligi uchun bizning masalamiz bevosita chetishlik. G'arb dunyosining manfaatiga, butun dunyoning manfaatiga bevosita chetishlik. Shunga kundamdan chiqib qolmaydi. Bu yilqi unutib qilib, akab qo'yib qilgandek bunda bir ish emas. Mencha davomli kundamda bo'lib kelayotgan masala bu. Fakat Rusiyaning Ukrainadagi urushi bilan biroz yilqi nim qilib qolgan bo'lishi mumkin, lekin yana bo'ladi. Yana bu davomli kundamga keldi. Kundamga akab qo'yiblam amaliy ish qilganlik emas, bu og'zi deb qo'yadi deb undaq kuzatuvchilar dedingiz, yezilyapti dedingiz. Men buni qatilmayman, chunki kundamga akilish orqali boshda bir public opinion, ya'ni ommaning, dunyo xalqining bir fikrini, dunyo davlatlarining Amerikaning yenda turadigan, ya'ni buni tonib, bizga nim bo'layotganini tonib, Xitoyga qarshi turadigan bir hamkorlik kuchini paydo qilish uchun, demokratik davlat bo'lganligi uchun mushtaq faktlarni, bizning masalamizni kundamga kelib, uni isbotlab o'ttirga chiqib turib, undan keyin ideologiya urushi mushunda bo'ldi uchun, mushu ideologiya urushi orqali g'alaba qilish uchun buni davomli kundamda tutishga to'g'ri keldi. Bu ideologiya urushidagi biz bir eng cho'ng tul bo'lyapmiz hozir Amerika uchun. Shuna bo'lganligi uchun mencha bu yilqimda og'zida kundamga akab qo'yib hech ish qilmaydi deganlik emas. Boshda kundamga akagandan keyin uningdan ishni qilishga asos selinadi degan gap. Masalan, genocide'ni butun davlatlar genocide deb e'tirof qilgandan keyin uningdan keyin jazo boshlandi. Bo'lmasa jazo aralashish deganni qilolmaydi boshqa davlatlar. Genocide deb hukumat e'tirof qilganda har bir davlat qonun bo'yicha shu hukumatlar genocide'ga qarshi nima qilish to'g'risida yukni zimmasiga oladi va u ishni qiladi, harakatga o'tadi. Shuning uchun bu men shunday tushunaman. Bu kundamga kelish masalasi. Ko'p rahmat. Haqiqatan shu isbot anglash yig'inida shu Simon Sikjot markazining mudiri Naomi
Kikolir Hanım söz kılıp Naiti şu Yahudi çoğun kırgınçılığı muzeysini ziyaret kılgan kişiler hemşe davamlıq eğer çoğun kırgınçılık mezgilde hayat boğan bolsam ben nime kılgan boladı dep soraydı. Bugün biz özümüzün soruşumuz gerek dünya halk edip. Hazır ben Xitay rejiminin Uygurlarga ırkı kırgınçılık qatqanlığını bildim, bugün dünya bildi. Dep her bir kişi bunu soruş gerek. Ben nime kılışım gerek? Dep bunu soruş gerek. Bu bizning bu never again yani biz herkes kayıtlanmaydı deydiğen vaktimiz dep xulasıldı sözüne hakikaten dünyaya bir davamlıqmış uçur berilip atı degeninizdek. Nicat efendim başka qo'shimcha qilgan yeringiz bo'lsa, qilsangiz bo'ldi bo'lmasa o'tib ketaman. Buni shu Sharq Turkistonda bo'layotgan zulmni diqqat qilsak 2017-2018 Trump'ninki nima qilgan narsada yozgan xavfsizlik strategiyasida bu nemiga kirgizgan ashiyada Sharq Turkistonda bo'layotgan zulm xalqaro neminingki xalqaro xavfsizlikka ta'sir qilyotidi deydigan bir nuqtasi bor. Bu nima maqatimki yangi xavfsizlik strategiyasi yo'q bo'ldi bu narsa. Biroz yumshatilgan nima ko'rdik, ammo yana qanday tasvirlaydi degan chog'da Sharq Turkistonda bo'layotgan bu zulm Amerikaninki oliy manfaatiga taqishidi, chunki bu yerdagi narsa bizning qimmat qarashlarimizga xilof deb Ruqiya xonim degandek ta'riflab kelyotidi uchun mayli qaysi jihatdan ta'riflasin Sharq Turkiston masalasi bugun xalqaralashgan bir muhim masalaga keldi. Endi Ukraina urushi sababdan biroz kun tartibiniki og'irroq o'tib qolgan bo'lsa-mu, bu bugun Amerikaning bilan Xitoyning 30 yil raqiblik munosabati davom qiladi-ki, bu Sharq Turkiston masalasi Amerika uchun bo'lsin, Xitoy bilan munosabat qilayotgan va bahslashayotgan kuchlar uchun ishlatiladigan muhim qurolninki birisi. Endi mesele bu sualni şu özümüzge qaytarishga to'g'ri kelgan bir narsa bor. Biz bu yaratilgan narsani shu qandaq ishlataymiz deydigan savolni hammamiz o'ylashga to'g'ri keldi shu. Siz degandek Sharq Turkiston masalasi bugun din, irq, siyosiy kurashlardan alqagan holatdagi insonlikninki bir masalasi holatga kelib qoldi. Xo'sh. Rahmat. O'sha yerda Ruqiya xonim men ikkinchi bir temaga o'tib ketishdan burun bugun asli bu savolimning ichida yo'qdi. Yaqinda Amimizga ma'lum bu Kanadada bu 10,000 Uyg'urni rasmiy parlamentda qabul qilib, albatta biz shu vaqtida xabarlarimizda aytdik, tafsiliy holatda bordik. Lekin biz suhbat qilib baxmagan, suhbat qilish va fursati bo'lmagan aldirashchiqda. Siz shu yerda bo'lgandan keyin bu qarorninki Uyg'ur masalasiga, Sharq Turkiston masalasiga ko'rsatadigan ta'sir haqida siz bir ikki og'iz jumla olsak. Asli bu masalaga ergishayotgan odam qanday bo'ldi, qanday quvvatidi, qanday aytildi deb buni ergishayotgan odam Mehmet To'xti apandimdi. Mehmet To'xti apandim o'zini ziyorat qilsangiz yaxshi bo'ldi. Men faqat sirtdan ergashguchi, chunki bundan keyin qanday bo'ldig'ini sirtdan ergishayotgan. Burun buni ekilish ekanmasligi sirtdan ergashguchi emas, ergishib turdim, ammo bundan keyin qanday bo'ldig'ini sirtdan ergishayotdim. Bu yerda 100 kunlik plan tuzadiga buni nima parlamentmi dedi, hukumatmi shu parlament a'zolari bilan birga tashqi ishlar bilan birga 100 kunlik plan tuzib, qayerdan qaysi davlatdan akilimiz, u yerda bir ofis ochamdik, qanday akilimiz, shularni tuzadiga, undan keyin bu odamlarni akilgan Uyg'urlarni akilgan. Sizning so'ragan savolingiz hozir buningki Uyg'ur masalasiga qanday ta'sir bo'ladi degan savol so'radingiz. Nima deymiz endi? Bu albatta Uyg'urlar uchun yaxshi bir narsa. Masalan, biz uchun Sharq Turkistondagi Uyg'urlar, qechib yurgan Uyg'urlar bo'pmi, hech qanday o'tirim olamagan, tahdidga uchrayotgan, Xitoyga qaytarilib ketish nimasi tahdidi naytı kuchli bo'layotgan, amalsiz yashayotgan dunyoning har qaysi joylarida. Mushta Uyg'urlar uchun bu naytı bir cho'ng ish. Ammo men bu yetarli deb qaramayman. Chunki Kanada hukumati nurg'un urush bo'layotganligi uchun shunday bo'ldi-da, Ukrainadan oldi. Ammo bizdimi istaksiz urush bo'layotdi u yerda. Bizdagi urush u Ukraina miltiq ko'tarib, qurol ko'tarib, tang Rus bilan urushyotdi. Dunyo unga yordam qila olyotdi. Ammo bizninkini o'ttirib, qirib tugatyapsimi, hech kim u yerda unda bir yordam qilib biz urusha olganimiz yo'q. Bizdagi eng ichinishli urush bu yo'qitib etib berilgan bir urushda endi. Bu yerda Ukrainaning g'alaba qilish mumkinchiligi bor. Ammo bizninki hech qanday g'alaba qilish mumkinchiligimiz bo'lmayotgan bir urush. Mushunda ahvol ostida aran 10,000 Uyg'urni olaman deyish. Chunki bu
bek azsan deb o'ylayman. Agar bo'lsa jiqroq olsa bo'ldi yoki boshqa jihatdan yordam qilsa bo'ldi. Masalan, Rohingyadagi Bangladeshga qochib kelganlarni amma 1 millionni olamiz degan vaqtida Kanada olmaymiz deb 700 ming odam olamiz deganda olmaymiz deb ashunga qancha pul 1 millionmi 1 billionmi pul yordam qildi. Ammo Kanada hozirgacha biror tashkilotga bir senat pul bergani yo'q. Kanadadagi birdan-bir shu pul yeyotgan tashkilot, shu Mehmet To'xtning tashkiloti Amerikadan oldi. Kanada faqatla ya iqtisodiy yordam hech qanday narsa qilgan yo'q-da endi. 10 ming Uyg'urning soni az bo'ldi deyli desak, endi chiqasi bo'ldi deyli desak, Xitoy Uyg'urlarni chiqartmagandan keyin, endi chiqartgan mumkinchiligi bo'lsa, bu Kanada chiqilish mumkinchiligi bor. Ham chiqartmagan bo'lgandan keyin teshidan unchalik Uyg'urni topolmaymiz deb shunaqa az olgan bo'lishi mumkin, ammo mencha Kanadaning yordami Uyg'urlarga qilgan yordami hech qanday yetarli emas. Vakiliqi, bek cho'ng yordam qildi deb xo'sh bo'lib ketmadim men uchun. Xo'sh. Ko'p rahmat. Endi shu 27-martdagi yana Amerika Avam Palatasida ikki qonun loyihasi tasdiqlandi. Birisi Xitoyning taraqqiy qilgan davlatlar qatoridan chiqarib o'tish, yana birisi majburiy organ elish masalasi. Shu taraqqiy qilgan davlat qatoridan albatta bu organ masalasi yillardan buyon tilga ilinib kelayotgan bir masala. Eng muhimi sualimniki shu. Xitoyning bu taraqqiy qilgan davlatlar qatoridan chiqarib o'tishi Xitoyga bundan qanday ta'sir ko'rsatdi? Mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin. Necha tabandan başlasam? Xitoy bu yillardan beri taraqqiy qilayotgan davlat nimasidan nurg'unlagan xalqaro tijoratda nurg'un foyda olib kelaylik buning uchun berayotgan nurg'un imtiyoz va to'lanayotgan bojlarda ko'rinarlik qilayotgan narsalar va nurg'un boshqa davlatlar bilan bo'lgan masalan taraqqiy qilayotgan davlatlar bilan bo'lgan munosabatmi buni ishlatib kelaylik men sizlar bilan o'xshash bir nimadagi davlat deb. Shundan keyin muhit masalasimi masalan Xitoy kömürünü en cık işletilen devletten biri. Ama bu yerde sorulan çağda belgen bahası biz terakki kılıveliş için bunda muhit bulgaydıgan bu enerji işletimizde tepkililik yok. Hem de bunun ikinci nesli bu terakki kılıvatkan devlet nimesinden elip terakki kılıvatkan kıtboğan yakımız aşına bir statüsünü berişi bu Xitayga kiladigan xalqaro sistemidagi kiladigan nurg'un imtiyozlarni oldini oldi ve Xitoymi bu sistemaga belgilik bedel төлеп меңішқа пайдаланылдığını Xitoy bu sistemini özünün menfaatiga işletiyorken manda bir nimenin aldığını alalışı mümkün. Hem daha organ ticaretinin nimesi kesik bu yerde organ ticareti bu yıllardan beri uzun yıllardan beri tepkililik meseldi. Bu yıl nimet oldu mesela. Falun Gong'ların ikiden boldu Şaftürksan Han'ın meselesi geldi. Biz Türkler'de tepkileniyotgan mesela Amerika seliştirgan çağda başka bunu çektiğin 7 tane devletler var. Ular qargan çağda ahırı kaldı bu mesele. Aslında buna kanunlarıyla baldur çıkılıp baldur bunun çekildiğinden nimesi eliniş gerek idi. Hoş. Yani yılın çaqlagan çağda özünün devlet menfaatiga Xitoyga qarshi turgan vaqti kelgan chog'da bu narsani chiqib qonunlashtirib nim qilib buni bir ishlatilgan vosita shaklda bir nimaga ishlatdi. Ruqiya xonim boshqa gapingiz bormi bunga? Yo'q, Nijatning fikri qetilma chunki rost shu Xitoy bakchiq manfaatlanib ketdi. Xitoyga hatto nurg'un yordamlar berildi-chu taraqqiy qilayotgan davlat deb taraqqiy qilgan davlatlarning ichiga Amerikadan berildiğin pullarmı var? Şunların hepsi kesiliş gerek. Onun için BDT Xitoyning kötürdüğün terakki kılgan devletler kötüratkan nurgun jükler var mesela. Töyleydiğin pul BDT. Bularning iş qaysını jiqqini Xitoy töylemey bu imtiyazlardan faydalanıyotidu. Bundan keyin Xitoy unda qilolmaydi ma'nosi o'tirib qo'yamiz. Xo'sh. Endi shu yaqinda Avam palatasiga kelmoqchi bo'lgan yaqin bir nima e'lon qilindi bir Tibet haqidagi bir qonun loyihasi. Bunun texnik Xitoyni ig'ir bir aram qildiganligi tilg'ilanyapti. Shu qonun loyihasi nimalarni o'z ichiga oldi? Shu vaqt biroz paranglasak. Nijat efendim siz. Qonun loyihasi Tamam, hoş. Qonun loyihasiniki tafsiliy nimalarni o'z ichiga oldig'ini men ko'rib bo'lmadim, ergashgidek bo'lmadim, ammo asosan shu Xitoy hukumati
Tibetga bir qonunluq hukumat hukumat emas, Tibetni besib olgan 49-yılı Xitoy bu yerga kirib, Tibetninki qonunluq hukumati emas, Tibetga ega bo'lish, Tibetninki mening ziminim deyish huquqi yo'q. Tibetdagi huquqini e'tirof qilmaymiz degan qonun. Bizga chiqish kerak bo'lgan qonun aslicha bizga chiqadi yaqinda inshaalloh. Shuning bizning demak bu yerda Tibet xalqi o'zining taqdirini o'zi belgilab nima bo'lganini o'zi deyish kerak. Xitoy hukumatini e'tirof qilmaydi Tibet degan narsani chiqaryapti-ku hozir. Shuna bir qonun. Unda bo'lgandan keyin hamda buning ichida yana boshqa Tibetlarning u kultural bu huquqlarini nima qilish kerak degan narsalar bor ekan. Ko'rdim men xabarlarda, ammo tafsilga ergashgudek bo'lmadim. Biznikiga dal shu Xitoy Tibet qilam emas. Xitoy bizga qonunliq bir hukumat emas. Bizni nima besib olgan? Besib olgan bo'lgandan keyin tajovuz qilib kirgan, tinchlik qilib. Shu Xitoylik o'zining tajovuzchiligini yo'shirish uchun Sharq Turkistonga. Men hech qanday bir davlatga tajovuz qilib kirmadim. Uyg'urlar u vaqtda bir davlat emasdi. Sharq Turkiston degan bir davlat yo'qdi u yerda. Bu Uyg'urlar Manchu imperiyasining ostidagi bir territoriyatdi. Undan keyin biz Manchu imperiyasi yemirilgandan keyin yana shu bizda qoldi deb manda yasab ko'rsatdi amaliyotda. Men kitobimda pek aniq tafsili yozdim shu to'g'risida. O'zim o'yladim Kanadadagi parlament a'zolarimni bir ikkisiga avatdim, ammo bizning hozir Kanada shu Amerikaga ergashib ish qilgan bo'lganligi uchun men Amerika citizeni bo'lmaganligim uchun Amerikadagi kongressman state senator degan nimalar senatorlar bilan kongressmenlar bilan ko'rishish fursatim bo'lmaydi, ya'ni imtiyozim bo'lmaydi da mendaq aytganda. Shuna bo'lmasligi mumkin endi. Shuna bo'lganligi uchun men bu jihatlikni pek kuchab nima qila olmayman Amerikada. Ammo Amerikadagi tashkilotlar mushuni o'ttirib aytishsa bo'ldi. Xitoy hech qachon bizga e'tirof qilingan bir hukumat emas. Hamda uni Uyg'urlar deydiki, "Voy shu rost e'tirof qilinmaydigan hukumat-ku biz Xitoyni e'tirof qilmaymiz" deydi. Ammo uni isbotlash kerak. Nima uchun e'tirof qilinmaydigan bir hukumat bo'ladi xalqaro qonunlar bo'yicha? Nimalarni qilganligi uchun e'tirof qilinmadi? Biz qanday davlat bo'lgandik? Xalqaro qonunda qanday yerda qanday bo'lsa davlat hisoblandi, qanday bo'lsa davlat hisoblanmaydi, qanday yerga kirsa tajovuzchi hisoblandi, qanday yerga kirsa tajovuzchi hisoblanmaydi va qanday yerga tajovuz qilganda qanday jazo oladi? Xalqaro qonun bo'yicha qandaqsiga bu qonunliq bir shu territoriyaning egisi bo'lanmaydigan bir hukumat oldu degandek bu narsalarning hammasini men shu kitobimda isbotlab yozdim. Mushta isbotlarni biz senatorlarga, kongressmenlarga, hukumat odamlariga lobbichilik qilib o'tirib qo'yish orqali Sharq Turkiston xalqiga shunday bir qonunni chiqartishimiz kerak. Chunki biz o'xshashli Tibetga o'xshashli hatto Tibetdanmi bakrak haqli, chunki bizda genosid bo'layotganligi uchun qirg'inchilikni bunga parallel holda qo'shib atmaqsak bizning mustaqillik davorimiz, ya'ni Xitoy bizni besib olgan, Xitoyning Sharq Turkistonni meningki deydigan, Sharq Turkiston Xitoyning bir qismi deydigan hech qanday huquqi yo'q. Sharq Turkiston xalqi o'z oldiga o'zining taqdirini o'zi tanlab mustaqil bir davlat bo'lishi kerak, mustaqilligiga cho'qim erishish kerak degan bu narsani xalqarada lobbichilik qilishga, qonun chiqaruvchilarga, ya'ni boshqa davlatlar uchun mushunda bir Xitoy bilan qattiq tirkishayotgan mushundaq bir vaziyatda nihoyatda dal payti mushta chiqarishga to'liq bir asosimiz bor deb o'ylayman. Biz buni cho'qim qilishimiz kerak. Bu tashkilotlar buni cho'qim qilish kerak. Haqiqatan bak muhim nuqtani tilga oldingiz shu. Albatta, xili oldiğu bu mesela şu Tibetni şu bestivelingan, işgal kılınan zemin ikerlikini itiraf kıldırımız deb hareket koyduğunu. Bu mesele oturga çıkkanda men bilan haqiqatan suhbatlerde tilga oldim mayli erkim bilan bo'lsin. Şu albatta Sharq Turkiston eng haqliq bununla mesela şu bunu itiraf kıldırış, şu qonunni o'tkazish meselesi mesela bugünkü hozirgi vaziyat qarga vaqtimizda mesela Tibet'nin yana kun tartibga o'tibdi mesela. Qanchalik ehtimollar var Necat efendim siznikan shu e'tirof qildirish. O'z vaqtida ham shu masalan degan vaqtda bugungi dunyoning kuchlari Xitoyning biz 1000 yildan buyon Xitoyning ostida yashayotgan bir millat emas yani biz. Texi tunugun dunyo bugungi shu dunyoning kuchlarining hammasi biladi Xitoyning vatanimizga qanday kirganligini. Yani o'z vaqtida besib kirgan vaqtida ya paytimizni so'rab özünün canına bakanmaydıgan haletteki aciz Xitayning Sovet İttifaqının yardım bilen şu zo'lab akirib men derhal sana yardım bermen deb mağu teklif berib keyin mesela Tashqi Mo'ngolni ayrim qilib ikki Mo'ngolni Xitoyga berib bizning xuddi Shiraning oldiki
tortini bölüşüp yegandek bölüşkenligini bugungi dunyo kuchlari o'zining arxivlarida hamma narsa bor yani qanday. Hatto Xitoy kirgan vaqtidagi shu vaqtdagi kelishimlardami vaqtliq bir kirganlik tilga ilingan masalalar o'tirib turdi. Buni dunyo qachon o'tirga olib chiqib bugun butun dunyoga axborotga sen bundoq kirgan deydigan vaziyat qanchalik qoldi sizga? Albatta tarix bo'lmaydi. Sizningki fikringizda bugungi vaziyatni ko'zatishingizda qanday qaraysiz bu masalaga? Bu bir inkar qilolmaydigan bir reallikchu. Sharq Turkistonninki besvelangan zamin ekanligi. Buni har qanday akademik bo'lsin, buni inkar qilolmaydi siyosatchi bo'lsin. Chunki bir reallik. Tarix shunda bo'lgan, qurilgan, besvelangan nima. Yani buni Xitoy bilan bo'lgan diplomatik munosabatlar sababidan bu narsa uchuq o'tirib qo'yolmaydi. Ammo Tibetlarninki masalasida qarasak, bular nayt yaxshi ketyapti masalan, masalani chiqib besvelangan zamin deb e'tirof qilishning ovoz qo'yib, buni qadamlarini besyapti. Yani bu yerda bizning nima uchun Sharq Turkistonninki masalasi bu yerda bunda qo'yilmaydi deydigan bir savol. Bu yerda bir silishtirishga to'g'ri keldi Tibetlarninki berayotgan ish bilan. Bizning ishimizda o'zimizni bir tanqidiy nima bilan lo'paylikning ichiga olsak, bizning ishimizda guldirmamijiq, yomg'ir oz yog'adi-ku. Xo'sh. Chunki qilayotgan nurg'un narsalarda Tibetlarnikida bo'lsak, yaqinqi 10 yilning nimasida bular ishning guldirmamasi azroq, ammo meva beradigan, natija beradigan narsani bular asos nimasini sepib bo'lgandan keyin bu siyosiy harakatninki, milliy kurashninki bularning ishlaridan aytib tartibli ketayotgan nima albatta nuqsonlar bor emaslinkida, bizning bo'lsin, ularnikida bo'lsin. Nuqsonsiz olmaydi ishlar. Ammo Tibetlar asosiy bir hukumatni, parlamentni, bunu yaratish, tashkilotlarninki institutlashish va insonlarninki mutaxassislashish degan bu sohalarga yaxshi ahamiyat bergashga qilayotgan ishlarda nihoyatda sifatli, planli va bir siyosiy bir strategiya ergashgan holatdagi bir narsani ko'rib olamiz. Bizningki narsada bu asosiy o'rni doktor Erkin Akram degan buni birinchi bosqichda qiladigan 3 dona ish bor dedi. Buning bir xalqaro ishdi. Telefonisi belki kompüter besib ketgan bo'lsa kerak. Nijat efendim kirgicha siz biraz davomlashtirib turing, Ruqiya xonim. Okay. Kirdi. Okay, tamam Nijat. Ruqiyada so'zlar bilan. Men gapimni başlamaga Ruqiya xonim siz. Kechiringlar. Telefonga qilib uzitib qoldi. Kechiringlar. Mesele şuki, güldürmamıcıq, yağmur az, ayaqda güldürmamıcıq bulmağımda netice itibarını qoğlaşqan halde bir hərəkət qılığılıb. Şərq Türkistan meselesi mi? Bunun asasını qıqılı buldu. Çünkü bir reallik var, bunun nimesini Ruqiya xanım degəndək tarixi ispatlar bilan nurgun ispatlığılı olğan nurgun nəsə var. Bunun Ruqiya xanımның nəşridən çıxan, ötən yılı qışda nəşridən çıxan kitabı var. Bunun nəhayət təfsili Şərq Türkistan xalqınınki, ulusununki. Nima uchun mustaqil bo'lishga huquqi bor deb xalqaro qonun bo'yicha modda nimalarga silib nurg'un analiz qilgan yaxshi narsalar va buni siyosiy tashkilotlarimiz bu yerda uchuq deymi, buni bir haqiqatimda bir televiziyada bo'lsin bir intervyu qilib siz nimani yozdingiz Ruqiya xonim deb bir nimanimi anqirab boqqan bir narsani ko'rmadim bugungi kungacha. Hech bir tashkilot bu narsani anqirab qonun bo'yicha Sharq Turkistonning mustaqilligiga nima uchun haqliq va qanday bo'lish kerak? Aning bilan qo'shib bananlikin irqiy qirg'inchilikning nima sababini mustaqil bo'lish kerakligini Ruqiya xonim deylik va kelgusida nima qilish kerakligini, bizning nima qilishimiz kerakligini, zarur ekanligini kitobda aytib qo'ydik. Ammo afsuski, bunda yaratilgan bir yaxshi bir kitobdan bu yiliq bunda roman kitobmi emas. Bu akademik universitetlarda o'tilgan bir kitap. Nimesi ağır mazmun için bunu anqırıp düşünüp bunu siyaset aylandırıp teşkilatla ikinci başlıkta etken bir xalqaralaşkan Şərq Türkistan meselesinden faydalanıp işimizi mang'uzish kerakdi. Kitabın tafsiloti to'g'riliq qolgan narsalar men demay, ammo mushu kitobdagi narsalarni qilsaqmi nurg'un masalamizni nurg'un saviyaga yuqoriga yetkazolmaymiz aslida uchun. Qolgan Ruqiya xonimdan anglaylik. Xo'sh. Ruqiya xonim yana cho'gilab, yana o'zimizning ishiga qaytib keldik. Cho'gilab. Hakikaten Küçük ketmeyli bak. Soram. Yani mesele ağır hakikaten yani biz hem de belki hem de o rehberlerin hem de hacı dedesinin gap kolayla onda da oylamaz inşallah.
Kartnoz geçivetken yaxşı bəzən. Ha, şu köpünçe qaraydigan bolsak iş qilib, ziyolilar bilan, tadqiqotchilar bilan da'vo qilayotganlarning o'rtasida bir xil hang bor degan men. Nəhayət yaqinlik bir-birisi bilan moslashib turib harakat qilish ishining ozligini his qilaman. Balkim nurg'un e'lon qilinayotgan narsalarni chiq o'qiyanmasligim mumkin hamda da'vo deb aldirashligidan sababli. Siz içimizdeki davadikilarninki, davayimizning ichidagilarninki masalasiga qanday qaraysiz mesela Ruqiya xonim? Acaba murakkab bir savol so'rasangiz. Men bek pozitiv birisi burundan. Pozitiv qarayman. Bu mushunda bo'ldi-chu. Bu bir bosqich jarayon. Mushta bo'ldi, asta-asta keladi. Hamma narsaning bir jarayoni bo'ldi emasmi? Asta-asta keldi chunki biz kelmasakmi, dunyo bizni so'rab akyotadi-chu shu yerga. Chunki ammo biz burun doktor Erkin Akramov aytdi, biz yetishmayapmiz, oqist qilyapmiz deb. Biz oqist qilsakmi so'rab akyotadi-chu. Shunga Uyg'urlar baribir mecburcu. Bu dünya tüzülmesinde hazırki xalqaro vaziyatda Uyg'urlar baribir nimeli qilmasa agar Sharq Turkiston deydigan, o'zining davlatini deydigan, davlatining manfaatini deydigan bir yerga kelishga, sistemlashishga, bularning hammasini, masalan, boya dedingiz, akademiklar bilan aktivistlar bir yer faoliyatchilarniki o'ttirsidagi munosabat qo'yiq emas debchi. Bu asta-asta bo'lishi mumkin hamda. Men bilan balkim qo'yiq emas debmi deyamayman. Bu yerda ham Dunyo Uyg'ur qurultayini ko'z tutsak, chunki Dunyo Uyg'ur qurultayi bilan hozir munosabatim pek yaqin bo'lmaganligi yoki munosabatim butunlay yo'q desam bo'ldi. Shuna bo'lganligi uchun bu o'ttirdi bunda bo'lib qoldi deyishga bo'ldi. Ammo faoliyat tashkilot bor, ya'ni Kanadada. Men ham aktivist bir yerda, ham akademik ish qilayotgan birisi. Shu bu yerda o'ttirdi men öz aldığımda bir bağlanış quruqluq ama təşkilatım bilan. Amma bizning çoğ təşkilatımız bo'lgan boshqa təşkilatlar bilan haqiqatan bu yerda bağlanışımız yo'q desam bo'ldi. Chunki masalan mening yo'q shaxsan, hamda bu mening xatoligim, menda jiq xatoliklar bor. Bunda bağlanışni quramaslikda menda mu xatolik, akademik o'zlaridim xatoliklar bo'ldi. Chunki ular faqat menga o'zimdek akademikmi deb ketmayman, shuna bo'lsinmi, boshqa akademiklarni ko'z tutibmi desam, ular tadqiqoti bilan bo'lib, faoliyatga, siyosat, tashkilot bir narsalarga aralashmaydi-chu, bir xil majroliq ko'radi, diqqatini chekishni xohlamaydi. Faoliyatchilar bo'lsa akademik asarlarni, bularni o'qib, buni nima uchun xizmat qildirishga ancha bek ko'ngil bo'lib ketmaydi yoki vaqti chiqmaydi bularning. Shunda masala bo'ladi. Bu masalani hal qilayotgan vaqtda bir guruh yoki bir akademiklar guruhi har bir tashkilotga yoki butun tashkilotlarga bir akademiklarni qo'llab shu tashkilotlar bir akademik guruhisi qurgan vaqtida u akademik guruh faoliyatchilarning vaqtini ko'zda tutib akademik o'zininki akademik tadqiqotlariga asosan faoliyatchilarga bir blueprint tayyorlab bersa, ya'ni davomli shu masalan qanday bu tadqiqotlarni dunyo vaziyatini o'zining faoliyatida qanday ishlatish, ma qadamni qanday qilish, a qadamni qanday qilish degandek shunda qilib tursa, masalan davomli shig'illarni ichibchi. Buni Dunyo Uyg'ur qurultayi boshqa akademiklar bilan, tadqiqotchilar bilan qilyotdi deb o'ylayman. Lekin boshqa tashkilotlarniki qanday qilyotganini uqmadim, ammo mening o'zimning miyatdagi Kanadadagi Federation of East Turkestanian Federation of Canada degan tashkilotim bilan bizning MAVU Center of ulusal menfaat tashkilotimiz-chu, Nijatlar qurgan. Shu sentrimiz markazimizniki qo'yiq aloqasi bor edi. Ya'ni boshqa tashkilotlarmi mushunda shaklda, mushta bir shu akademik nima bilan qurilmasi bilan tashkilotlar o'rtasida bir bog'lanish, davomli ko'rishib turish, davomli hamkorlashib turish degandek ularning suhbatini aptirish degandek bunday bir bog'lanib qursa, mencha yaxshi bo'ldi deyman. Ham asta-asta shu yo'lga kelyapti tashkilotlarimiz, ham keladi bundan keyin. Kelish kerak. Rahmat. So'zingiz bir haqiqatan bugungi vaziyat ishkilan so'zdi shu Erkin Ma'lumning bir so'zini eslatdi. Bugun xalqaro vaziyat Sharq Turkiston masalasi xuddi nihoyat shu shiddatli kelgan bir kalkun bo'lsa, kalkunda ketayotgan Uyg'urlar va yo'g'on bir ko'takka o'xshaydi deb. Kalkun ittirib menyapti hozir. Biz dunyoning diqqatini Sharq Turkiston masalasiga burash emas, butun dunyo bizni ittirib menyapti deb. Shuna bir misol bor hamda. Hamda Nijat efendim mishad yana bu javobdan shu narsani zihnimga keldi-da bu odamda. Bugun shundoq vaziyatda turyapmiz. Dünyadaki bütün hamma yerda bugun
uzun bo'lib ketdi ish qilib Uyg'ur masalasi, Sharq Turkiston masalasi tilga ilinmaydigan bir kun o'tmayotgandi. Bu shunday bir jiddiy vaziyatda siz ham bir tashkilotda xizmat qilyapsiz. Masalan, Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligininki Yevropa mas'ul bo'lib. Hamda shu nimaga qaragan vaqtimizda shu davomli bunday fikr mayli akademiklarning og'zidan chiqsin va yoki siyosatchilarning og'zidan chiqsin. Dünya shunday bizni ittirib turyapsimi, shu butun dunyodagi Sharq Turkiston da'vosi qilayotganlarningki, bugun dunyoda shunday o'zgarish bo'lyapti, aytigumiz vatanimizda jiddiy bir ish qilish mumkin. Ammo lekin da'vo ustidagilar biz hozirmi buningga degan savolni jiq qo'yib, da'vo ustidagilarning hozir emasligini, tayyor emasligini, onunga salohiyat hamma jihatdan tayyor emasligini ilgari surib o'tirib qo'ygan fikrlarni jiq chiqadi. Bu tabii ki bunu anlayan halkımızı tushkunlashtiradigan, içini pishiradigan bir xil bir nimjon bu hamda. Bir tarafdan qarasangiz reallik shuningdek turgan, yana bir tarafdan shunday fikrning o'tirg'i qo'yilishi ham bu da'vo ustidagilarning shu vaziyatga ham kelgusida vatanimiz bo'lib qolgan jiddiy bir o'zgarishga tayyor emasdek Uyg'urlar degan bu fikrlarning o'tirg'i qo'yilishiga qanday qaraysiz? Aldıran bu nərsə Şərq Türkistan xalqıga barlıqçı birinci nərsə. Xalqımız nəhayət batur, tirişçan, aqıllıq, bədəl dövləşinin qoxmaydigan bir xalq. Həmdə bunu xalqni yetəkləndirib, otaldırıb mağdıqanlar təşkilatlar və təşkilatның beşidəki bu siyasətçilər. Bu xalqның içindəki hər bir xalq bir dənə göhərə oxşaydı, bu göhərə qanığı üçün. Bu xalqdakı bu energiyanı qazıb çıxıb təşkilatını gücləndiriş, qabiliyyətli adamlarını əkiliş və təşkilat içində vəzifə alan adamların ki ümumi səviyyəsini götürüşümüz gerek. Bu əmək təşkilatı ümumən məsələn üçün və təşkilatların ki qısqa, orta məzgillik və uzun məzgillik bir planımız buluş gerek və manasını tüketişimiz gerek. Nurgun adamın ağızda anladım ki bu nəsə biz meselemizi anlattık deyip. Bizim meselemiz Şərq Türkistan meselesi anlatılan devirden ötep kitip oldu ki bugün yaratılgan vaziyetten faydalanıp siyaset kılıp Şərq Türkistan görüş için faydalı neticelerini çıkarılan devir geldi. Yani anlatış biz kulağımızın yapırvasak mı mesele anlatılmadı. Üyümüzün çıkmasak mı abay degендek nurgun sahalarga taqışıp ketkendekin çıkıp her xil oxşamagan noktalardan yezip Şərq Türkistan meselesini oturğa qoyuvatıdı. Şoňa ýa-da anlatydy diýdigan sözüni taşlyp etip, mahil zihniyetini biz manda bir vaziyet yaratyjy bu teşkilatlar bunu kıla alamdyk, bir nim kılgan yaratılgan fürsatdan netije çıkara alamdyk. Çıkaramasak bununla ketadigan nemi näsler ketidi. Bizde kabiliyetli adam bolmasa yetiştireyli ya komsa mutaxassislarni ekilip gücümüzü güçlendirip bunundan bir netice çıkaraylı deydigan mahil näsige meňişimiz gerekçü. Bu aletde bizim işlerimiz hazırqıdan çık yaxşı buludu. Şoňa yani çögelep gelip özümüzge başta şahsen manga ve teşkilatlarga eğir vazife düşüdü bu ýerde. Bunu oňşagan çagda Abay men degen meselelerini işimiz hazırkı dinçik ilgileydi. Elbette akademikler yazgan kıymetlik makaleler, nimlerini, tavsiyelerini bunu közden geçirişimiz gerek. Bundan bir mesele var. Nurgun nersede çetellikler bir nersi yazsa, bunu bizim akademiklerimiz burun koyup olan nersi olsa, bunun ait kıymetlik bilip gitmemiz ama özümüzden işinden çıkan adamlar bir nersi yazsa, o da bu bir kıymetsiz bir maldek görümüzcü. Emniyette bizim adamlarımız dötemez. Çetelikle okuyan üniversite okuduk, nim kıldık. Okşaş nimede bulmuş mu? Biz bir nersine oturup kuyalayımız. Çünkü biz meseleni işçiden közütüp yazalayımız. Yani Şərq Türkistan halkının işçideki milli iradesi, zihniyeti, sosyologiyalik nim kuruluşu, siyasi teşkilinleşi, tarihi nimisini biz körüp çıkıp içinde yaşap nim kılıp bilip mandamın nim kılalaydığı yerimiz var. Çünkü özümüzdeki akademikler ve siyasetçilerin gücü. Çünkü bu özümüzün akademikler yaratkan derslerini teşkilatla önümlük paydalanırken biraz kulak versin diyen nimede, ütünüşte. Hoş. Köp rahmet.
hem de O'rta Şark'a biraz qaytib kelaylik. İran, Saudiya Arabistan o'rtasi yillardan buyon nihoyatda yirikdi hamda. O'rtaga Xitoyning yarashtiruvchi bo'lib kelishi bilan kutilmagan shaklda, Amerikani kutmagan shaklda nurg'un analizlar yuzilib qildi bu masaladami. Bu ikkisining yiqilishiga Xitoyning o'rtada yo'l mengib ikkisini yarashtirishi, birisi qarasangiz Saudiya Arabiston bo'lsa, Amerikaniki bir ittifoqdoshi Ironga masala tutib olgan pozitsiyasimi o'rtada bor bir masala. Bu masalaga qanday qaraysiz mesela? Okey. Hazır bu siz sözleriniz. Okey. Ya Bu meselede Saudi bu meselede Saudi bir Amerikaga yo'linib qolmaslik, ya'ni qarisi Xitoy munoyiti zo'rayotgan kuch bo'lardi. Bu yerda zo'rayotgan ikki kuchninki birisiga ham yo'linib qolmaslik tarafdor tutmoqchi, shuni o'ttirda o'ynamoqchi. Ondan keyin Xitoymi bu yerda nurg'un manfaat berdi bularga. Amerikaga yo'linib qolsa, Saudi nurg'un Amerika askariy jihatdan qo'g'daydi emasmi Saudining bexatarligini. Shunda bo'lgan keyin Amerika nimdisi shuni qilish kerak bo'lib qoladi u vaqtda Saudiga. Shunga bu birligiga beqinib qolmaslik uchun ikki tarafni tutib, ikkisining o'ttirisidan manfaatlanish, ya'ni ikki dushmanning o'ttirisidan manfaatlanish uchun bu yerda Xitoygami yiqilishib, Shanxay hamkorlik tashkilotiga kirib, Saudi shuna qilyapti. Eron bilan Xitoyning bu ikkisini yarashtira olishi İranmı mesela Xitoyga beqiniqlik. Saudimi bu Xitoy bilan munosabatini yaxshilab o'tirdan manfaat elishni xohlaydi. Ama Xitoy har ikkilisiga manfaat berayotgan bir davlat bo'lganligi uchun bu yerda söz sahibi bo'ldi demdi. So'zi o'tdi bu yerda-chu. Amerika qaraganda Xitoyning gapi o'tdi mana ikkisiga. Uning ustiga bu ikkilisi bo'pmi Iran Xitoyga bakrak beqinib qolgan. Ondan keyin bu yerda o'tdi. Hamma davlat o'zining davlat manfaatini o'ylaydi. Shunga bu yerda Xitoy bu ikkisini yarashtira oladi. Ham Xitoy utdi bu yerda. Chunki O'rta Sharqni qo'lga ilishi faqat iqtisodiy jihatdan kirgani bilan hozir u yerda Amerikaliklar yozayotdi. Xitoyning u yerda askari yo'q, Amerikadagi undaq O'rta Sharqni qo'g'dab berolmaydi, Amerikaning askari bor. O Xitoy u yerda baribir hech nima qila olmaydi deyotdi. Lekin undaq emas, Xitoy iqtisodiy jihatdan kirgani bilan asta-asta oqistin askarni akirdi. Bu hammaga ma'lum narsa. Chunki kim boy bo'lsa, şunun kuchi cho'ngildi, şunun quroli cho'ngildi degan gapda. Shunaqanki u Xitoy oxirida u yerga aniqlik kirdi. Xitoyning kirishi hozirgi birinchi qadam. Ikkinchi qadamda O'rta Sharqning Amerikaning qo'lidan chiqib ketishi deganlik bo'ldi. Shunga bu nihoyatda cho'ng bir tahdid iqtisodiy jihatdan. Amerikaliklar emas, shu g'arb dunyosiga, O'rta Sharqning manfaati bor g'arb dunyosiga tahdidda, endi qo'lidan chiqib ketdi deganlik bo'ldi. Xo'sh. Hamda hozir sizmi tilg'ab o'tdingizmi shu Saudiya Arabistandan mesela tünügümü şu diyalog Şanghay Hamkorlik Tashkilotiga diyalog a'zosi bo'lib buningga qaror berganligi qaror berdi hamda. Bumi shuni biroz ochgan bo'lsak, Nijat apandim ochamiz yoki Ruhiya xonim ochamiz. Shu hamda kelgusida O'rta Sharqda chunki arab davlatlarining ichida Saudiyaning kuchi, Misr bilan Saudiyaning kuchi nihoyatda qarori yolg'on narsa hammasiga ta'sir qiladigan bir masala. Şanghay Hamkorlik Tashkilotiga kirdi deganlik bu rayonlardagi Sharq Turkiston masalasiga chuqur cho'ng bir ta'sir ko'rsatishi aniq masala. Buning qanday qaraysizlar mesela? Mayli kim javob bermaydi. Nicat cevap veremsiz? Benim ondan keyin Xitoy. Albatta biz uchun yaxshi bir ish emas bu. Chunki Saudiya Shanxay hamkorlik nimasiga kirsa bizning ishimiz texmo ta'sir bo'ldi. O'rta Sharqdagi Uyg'urlarning turanmasligi, ya'ni panohlik degan yoki u yerda yashayotgan Uyg'urlarning turanmaslik masalasini bir chetga qayirib qo'yib turaylik hozircha. Lekin Sharq Turkiston masalasiniki kelgusida mustaqil bo'lish kurashlarimiz, mustaqil bo'lanmasligimiz xalqarada qanday ta'sirga uchraydi deganda butun Saudiya Arabiston kayniga hozirmi shunday qilyapti-ku, kayniga sog'an musulmon davlatlarning hammasi agar qonunliq vaqtida bir dialogga kelish to'g'ri kelsa, dialog deganim hamda BDTda bizning mustaqillik masalamiz kun tartibga chiqishga to'g'ri kelsa, boya Tibet ma'qullagan qonundak biz shunday qonunlarni butun boshqa davlatlarda ma'qullab BDTda ustalning ustiga akilishga to'g'ri kelsa, u vaqtda ovozga erishamaymiz. Chunki Saudiya Shanxay hamkorlik tashkiloti bo'lganligi uchun, ya'ni butun musulmon dunyosini oqisiga selib
bütün uşaq dövlətinin həmmisi avaz verib bu yerdə avaz bergan dövlətlər çıxıqanlıqdan bizə yəni faydasız buldu yəni bu xalqara qanun boyunca qılğan nurgun işlərimizə Saudininki Xitay bilan bu yaxın həmkarlığı çoğ taqışıdı degan gap. Həm şundaqla əgər bizdə bir qurallıq uruş bo'lib qolgan taqdirdimi, qurallıq uruş bo'lib qoldi desəkmi, Saudi bu yerdə nurgun iqtisadi yordam bilan Xitay tərəfdə turdu da təşkilatın işçisi bolğandan keyin. Ondan keyin yəni bizə pul Saudida. Hazır bütün pul, Amerika'daki pul nomu çıkı Saudi'da. Bir yerde başka oyunlarma buluş mümkün. Çünkü pul mu bir devletinin düşüp çıkışı ya ki dünyanın kaysi imperiyanın egellenmesliği de bu currency mi pek mühim orunu tutup da baylık diyorlar. Çok alt diyorlar. Şunun bu yerde bu Saudi'nin ki bu Şanghay Hamkarlık Teşkilatı'na kirişi biz için hakikaten bir şum haber, yaxşı bulmagan haber. Bu bir Saudi bilan tugmaydi. Saudi başka Müslüman devletlerinin aqısı salıdı. Hem de bunun da kozunu Amerika'nın qanda oynayışı da ki. Keyinki kozunu. Eğer Amerika Saudi'nin ki bu yerge kirgende Saudi'nin nurgun pulu var Amerika'da. Bu kozunu currency meselesi yani pul meselesi Amerika qanda oynaydı. Menfaat meselesi de Saudi bilan qanda oynaydı. Qanda qılıp bunu özünün menfaatiga ag'dira oladi. Agar bu yerda ag'dira oladigan ish bo'lsa, u vaqtda bizga menfaat, ya'ni kirdi degan gap. Xo'sh. Ko'p rahmat. Nijat ben mamnun shu Anvar Ibrahim Malayziyaninki yangidan saylangan bosh ministri Xitoyni ziyorat qilishni boshladim tunugundan buyon ish qilib urg'un xabarda qarab baxtim bir. Albatta Anvar Ibrahimninki Uyg'ur masalasiga bo'lgan tunishi hammamizga ma'lum. Bir ko'rishlarda mayli Xi Jinping bilan ko'rishgan deb bo'lsin. Bir gap chiqarmi deb qarab baxtim, hozirgacha hech qanday bir narsa ko'rmadim. Jazirada masalan bir analizchilar tilga olmasligim mumkin bu Uyg'ur masalasini deb tilga olibdi. Bir analiz maqolasida. Bu yerdagi bu ziyoratni hozir tunji bosqichda sizlarninki kuzatishinglarcha bu yerda tilga ilingan Anvar Ibrahim o'tirib qo'ygan masalalar masalan Xitoyning hozir butun g'arb dunyosininki hozir albatta Malayziya masalan Xitoyninki eng cho'ng hamda savdo eksport davlati Xitoyga nisbatan hamda mushni bilgan o'zak masalasi aytib butun dunyodan cheklashga uchrayotgan Xitoyning bundan keyingi bu yerda tilga ilingan masalalar hatto Mahathir Muhammadning davrida bu atalmış bir barvaq bir yo'l masalasi to'xtatib qo'ygan masalalarni qayta asliga keltirish masalalarini tilga ilinayotganligi xabarlarda chiqyapti. Bu ziyoratni tunji bosqichda qanday ko'rdingiz masalan? Aldılan bu Malayziya Şərq Cənubi Asiyadakı bir dövlət buluşub bilan Xitoy bilan bo'lgan bir kuchli bir iqtisodiy va tijoriy aloqaga muhtojlik bir narsa bor. Ya'ni burun Amerika eng cho'ng tijoriy sheriki bo'lsa, bugungi kunda eng cho'ng tijoratni Xitoy bilan qilyapti. O'tgan yilgi nimasiga selishtirgan chog'da Amerikaning 1/3 aran to'g'ri keldi Xitoy bilan bo'lgan tijorat. Amerika bilan Malayziyaning bo'lgan tijorati, Xitoy bilan Malayziyaning bo'lgan tijorati. Ya'ni Amerikaning iqtisodiy jihatdagi ta'siri ojizlayotdi rayonda. Ama xavfsizlik cihette bu Malaysiya olsun, bu Şarkı Cənubi Asiyadakı devletler Xitayning uzluksiz kengaymaslik siyosatiga qarta bu Amerikanın xavfsizlik garantisini shunga qarta yo'llanib turyapti demdi. Bir narsa bo'lib qolsa Amerika bizga yordam qiladi Xitoy tehdidiga qarshi debchi. Yani Malaysiya bunda aytgancha Malaysiya emas, bu Sharqiy Osiyodagi davlatlar ikki toshning o'rtasida qolgan bir nima bor siyosiy vaziyat yo'q, vaziyati. Şun bola ikili tarafdan keyin emisini ranjitmagan asosda masalan Anvar Ibrahimov chiqqandan keyin degan narsada hamma taraflar bilan bir o'rtaq tijorat qilib Malayziyaning iqtisodini qaytadan jonlantirganligini tilga olgan tipi odam uchun masalan Tönöki matbuotimi yangi İpek yili nimasiga projektga a'zo bo'lishni o'ylashayotganlikni o'ttirib qo'yganlik narsasini ko'rdik. Menimcha Şərq Türkistan meselesini Uygurlarning uchrayotgan irqiy qirg'inchilik meselesini uchoq tilga akamaydi deb qarayman. Chunki Xitoy bunun intayin sezgüz qirayotgan meselede Malaysiya Xitoyning mablag'iga tijoratga ehtiyoji bo'layotgan holatda buni kun tartibga uchiq ekilishi natayin. Hatta tilg'ama o'tib ketishi mumkin, ammo buni mushta bir nimada ko'rsak bo'ladi. Ammo Malaysiyaniki
o'tir ve uzun mezgilde Xitoy tehdidiga cevap berish kerak. Buni bütün narsani Xitoyga nima qilib o'tmasligi mumkin yo'q. Bağlılıqlı bo'lib qolibdi. Bu tarafdan yani uzluksiz holatda Yaponiya, Hindiston, Amerika, hatta Avstraliya qatorliq bu demokratik ellar bilan tijorat va hamkorlik, xavfsizlik sohalarida bu hamkorlikni kuchayish orqali o'zining egilik huquqi va Xitoy tehdidiga qarshi turish narsalarini buni kuchlantirib kelishi mumkin deb o'ylayman. Yani bu biraz uzak yol ama buna deganlik Sharq Turkiston meselesi Malayziyada ümit yok ki ondan sonra nima uchun bu yerga tashkilot ochsa u bu deydigan gaplar savollar chiqishi mumkin. Ama Malayziyadagi parlament a'zolarining siyosatchilarning umumiy nimasida hem diniy qarindoshlik hem siyosiy nimadan bu masalalarga nihoyat ijobiy qaragan bir qizg'inlikni nimani ko'rdik. Ama buni uçuk chiqib Xitoyga maydon o'qish yoki Xitoy tarafdan akilishdek bunda bir narsani tayyor emasligini ko'rdik. Ama xalqi olsun, ommaviy tashkilotlar olsun, siyosatchilar, parlament a'zolari olsun bu masalaga ijobiy qaraydiganligini ko'rdik. Shunga oldimizki nimalarda fursatlar pishib ketilganda bu narsa o'tirg'a qo'yilishi mumkin. Shunga buni uzun mezgillik bir narsa siyosat bilan o'lchash kerak Malayziyadagi Malayziyaning Sharq Turkiston masalasiga tutgan siyosati uchun. Xo'sh. Ko'p rahmat. Vaqtimizni to'shib eshib ketgildi. Sizga rahmat. Shu oxirida shuni bilan tugataylik. Hamda bizning vatandagi shu bo'lgan ulug' Ramazonda turyapmiz. Dunyoning ahamiyat albatta Xitoy yillardan buyon har Ramazonda qildigan cheklamalarni nurg'un e'lon qilib ro'za tutqazmaslik masalalari, diniy dafsandichiliklar, hamma jihatdan milliy qilayotgan ishlari kun tartibida turayotgan bir masalada o'tganda arab dunyosini atalmish o'zi yig'ib kelib islom dunyosiga chiroyli ko'rsatish uchun qilmag'ini qilmadi. Shunda bir vaziyatda hatto qaysi kunki Shuhrat apandimning ziyoratini turpandim bu yil masalan shu telefon ziyoratlarda ko'ra olamiz. Yani qat'iy hech qanday burun masalan idora jamiyat, idora organ bu ishlaydi g'allalam cheklangan bo'lsa har qanday fuqaroning kechisimi chiroq yondosin butunlay diniy asabiy shaklda tutganligi, o'pchi ishdan mumkin emasligi, soqchining og'zidan qilgan ovozlarni oldi. Bugün demek ki yani bütün dünyaya, bütün kamal kılıp, özün dünyaya, Müslümanlar'a Kur'an köydeki vaxtıda alqınimide, Şivesiyade alqınimide, Daniyel'de, Xitay bayanatçıları çıkıp İslam dinine hürmetsizlik kılması gerek deyip numussuzlarca devatkan bir vaziyette, bizim vatanimizde bir normal bir qarqanda bir xalqning ro'za tutishini cheklayotgan, masjidlarimizni qavoqxonaga, hojatxonaga o'zgartirayotgan bir vaziyatni bütün dünya ko'ryapti, yashayapmiz. Bu shunda bir vaziyatda Mashinroy, Qozog'iston, O'zbekiston bu davlatlarda ziyorati bo'ldi hamda. Bu masalalarni siz qanday qaraysiz? Shu masalalarga bo'lgan qanday bir ta'sir ko'rsatdi? Hattoki deyotdiki, ba'zi nima analizchilarning gapini oldim. Manadir Xitoy Sharq Turkistonda yana chunki lager hech qanday to'xtamadi, davom qilyapti. Dunyoga men taqoduq u bu qildik deb deyotgan bilan besim tufaylidan devam qildi. Hozir Xitoy ikkinchi bir qatliamning oldida turyapti. Chunki Mashinroyninki O'rta Osiyo davlatlarini ziyorat qilishi, masalan, bu Qozog'iston masalasida hozir shu bizning vatandagi qozoqlarni yo tinch holatda Ostirdan Qozog'istonga chiqishga yo'l qo'yayotganligimi tilg'anilyapti masalan. Bu yo Qozog'iston qabul qilib qozoqlarni olib chiqib ketadi. Agar qabul qilmasa, qozoqlarni qabul qilib Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni yildizni yo'qotish planını tuzatdı devatkan nimelerni ko'rdim hamda. Şunun uchun bu yerda O'rta Osiyo qadir bevosita Mashinroy Sharq Turkiston turayotgan Xitoyning bu amaldorlarniki ziyoratining ko'payishi bu sababli devatkan kishilar bor. Buning qanday qaraysiz hamda? Nega pandim boshlasam? Sharq Turkiston. Tamam. Mayli Ruqiya xonim boshlasam. Sharq Turkistonda bu Xitoy Sharq Turkistonni asosiy jihatdan kontrol qilib bo'ldi hozircha. Qarshilik ko'rsatganligidek odamning hammasini o'ttirib, bizningki bilim odamlarimizning hammasini tutib o'ttirib yo'q qilib, qarshilik ko'rsatmaydigan, hech nima qilolmaydiganlik qilib,
asosiy jihatdan kontrol qilib bo'ldi. Bu yana asli Sharq Turkiston bir darvoza edi, O'rta Osiyoga va O'rta Osiyo orqali Yevropaga kengaydigan u yerdagi bir qalqondi. Shunga u yana mustahkamlab, u yana tozalab bo'lsa, uningdan keyin kengaya oladi Xitoy. Shuni tozaldi. Tozalab butunlay qirg'in qilib, davomli qirg'in qilyotdi, yo'qotyotdi. Endi bu Xitoy O'rta Osiyoga kengaydi. Balkim Qozoq man abay degan kuzatuvchilarning abay degan fikriga biroz qetilaman. Xitoy başta yaxşıcaq bo'lib kiradi emasmi? Biroqlilik tajovuz bilan kirolmaydi-ku bu Xitoy. Shunga O'rta Osiyoga balki qozoqlaringni achkat deb qozoqlarni yo'shirini qo'yib turib Uyg'urlarga besim qilish mumkin. Bunda qilganda Xitoy bir chammada ikki paxtakni so'qidi. Nimishga desa, birinchidan bunda qilish orqali Qozog'iston bilan munosabatini yaxshilab, Qozog'istonni indakka keltirib, kengaymichiligini, qozoq xalqining qarshiligini biroz bosurib, u yerda texim ishkirlab Qozog'istonning ichiga kirdi. Chunki Qozog'iston hukumat amaldorlari Xitoyning yanchig'i tushgani bilan xalqi yana Xitoyning kengaymichiligidan bizga bo'lgan ahvolni ko'rib qo'rqidi. Qo'rqib Xitoyning kirishini, Xitoy ko'chmanlarining kirishini cheklaydi, qarshi turdi O'zbekistonga. Shuna bo'lganligi uchun bu yerda bu ko'nglini ustudi qozoqlarning, qo'yib bir qozoqlar uchun. Yana bir jihatdan bizning Sharq Turkiston masalamizga bir zarba berdi. Chunki Sharq Turkiston masalasini bu yerda Sharq Turkiston degan territoriya yoki davlat degan narsa yo'q. Bu yerda qozoqlarmi yashaydi, o'zbeklarmi boshqa millatmi yashaydi mana. Bularning hech qaysi mustaqil bo'lamiz degani yo'q deb qozoqning og'zini etiblam. Mush Uyg'urlar ham mustaqil bo'laman deydi. Degankin u bir tal millatning ishi bo'lib qoladi. Bir tal millat bo'lgandan bir osonlik millatning ishi bo'lib qoladi. U yerda territoriya, davlat masalasi yo'q bo'lib, biz yana shu Xitoyning ishiga aylanib qolamiz. Bu strategiya, bu planni so'qib Xitoy bir chalmada ikki paxtakni so'qish uchun bu yerda munda bir nima tuzgan bo'lishi mumkin. Shunga agar Xitoy shu qozoqlarni ashta yo'shirin chiqarib etib, mushunda qilsa Qozoq bilan Uyg'urning o'ttirsidagi, ya'ni O'rta Osiyo millatlarining boshqa turk millatlari bilan Uyg'urlarning o'ttirsidagi g'ong paydo qiladi Xitoy. Bizni faqat bir osonlik millat, ya'ni bir tal millatning masalasiga aylantirib, bizningki bir tal millat masalasi emas, bizning masalamiz, ya'ni osonlik millat masalasi emas. Balki territoriya va davlat masalasi ekanligini, Xitoyning ishi emasligimizni yo'q qilaman deydi. Chunki biz shu yerga kelamiz. Biz Xitoyning ishidan chiqib ketishimiz kerak. Bo'lmasa hech kim aralasholmaydi. Buni Xitoy mis qilyapti. Ammo Tibetning ma'qullagan qonunimi shu. Tibet biz Xitoyningki bu hukmronligini e'tirof qilmaydi. Xitoy bu yerda Tibetga hukmron bo'lmasligi kerak. Bu Xitoyning ishi emas Tibet masalasi degan qonun ma'qullanmoqchi masalan. Shuni belni sunaman deb bu. Bizning shu yerga boradi masalamiz. Bu yoda bugun yoda yoki bugun yoki erta bu bo'ladigan ish. Buni Xitoymi faraz qiladi, shunga oldini olib, buning oldini ilyotdi Xitoy. Bizni yo'qitib bo'pmi? Endi bizni yo'qitib bo'lgan bilan diasporadagi Uyg'urlarni yo'qotmaydi, bizning harakatimizni yo'qotmaydi. O'rta Osiyo, Turkiya millatlari, ya'ni shu qo'shni davlatlar bilan bo'ladi ishimiz. U yerdagi masala ne Xitoy shunday qilib kontrol qilmoqchi. Buning bir shaklda biz oldini olib, buni tushunib Xitoy nima maqsad qilyapti? Biz bu Xitoyning mundaq atqan ko'zga qandaq yana bir nimani tashlashimiz kerak, qandaq bir tadbirni ilishimiz kerak deganlarni yaxshi muzokara qilishimiz kerak. Haqiqatan deb o'tganingizdek, men esimga olsam, masalan, bizning Sharq Turkiston Xitoyning tilida Xinjiang, ya'ni bevosita bu yerda turayotgan bir rahbarniki mayli rais bo'lsin, mayli Kommunist partiyasining bosh, masalan, mashhurlikdagi hozirgidek, bu atrofdagi davlatlar bilan va yoki hech qanday bir davlatlar bundaq prezident seviyesida ko'rishishni men esleyemeyim. Bütün jihatim mashhurligini ko'rdim desam bo'ldi. Bunda resmi davlatlarga berib prezidentlar ko'rish. Butunlay odatda bütün Xitoyning markazidan yoki bosh ministri yoki raisi bu davlatlarning boshliqlariga ko'rishib, siyosatlarini shulardan belgilab kelayotganligini bilmanda men cho'ng bo'lsam hozirgacha. Bu qatim bevosita mashhurligini yo'lga selishi, bevosita xuddi ayrim berib ko'rishlar, bu chuqur diqqat qilinishi, bu oqizdagi perdening oqizdagi masala chuqur qo'llanishi kerak bo'lgan bir masala deb qarayman. Nijat efendim qo'shimcha qiladigan gapingiz bo'lmasa masalan. Ruqiya xonim degandek, O'rta Osiyo Xitoyninki bu kengaymichilik nimasida strategiyasida bir yo'l bir balvoq deb muhim bir geostrategik adatda muhim bir o'rin. Mumkin bu yerda bizga qandosh ham dindosh bo'lgan xalq bor bu yerda, kengri. Bu bag'ni Xitoy bu yerga hem iqtisodiy mablag' silish bilan hem tijorat bilan bog'lash bilan singib kirganlikdan da Rossiyaningki Ukrainaga kirgan ochgan urush bilan Rossiyaning bu yerda mashg'ul bo'lmagan ahvol ostida va
Bu devletlerimiz Rusya bizge hücum qilib qalsa, qandaq qilamiz deb alternativ bir kuch izlab Xitoyga yetkilayotgan chog'ida, ya'ni o'zininki xavfsizlik garantiyasini Xitoyga, hatto Amerikaning nimasi ziyorat qilib ketdi bilinkim uchun. Mesela nim qotgan vaqtida Xitoy bu yerdagi kengaymachiligini, bu yerdagi ta'sirini kengaytirishga tirishdi. Dikkat qilsak, Xi Jinping tunji ziyoratini shu Covid demisdan keyin tunji ziyoratini O'rta Osiyo qildi va bir necha davlatlarga berib, ayeti dağdığılık bir münasebetlerini, işlerini kılıp geldi mesela. Bunundan ne kadar ehmiyet verivatkanlığını görüp turalaymış. Şimdi Maşin Ruy'ninki nimesiga kelsak, Maşin Ruy siz degandek elbette bir rayonninki atanmış başlığı. Bunda başlığınınki kilişi burun körülmeklik, ben isimde bilmeyim mesela. Bu yerde Maşin Ruy'nin asası Şarkı Türkistan'ın koygan nimesi mi? İktisadi terakkiyatını güllendirişti. Elbette erkek kırgınçlık siyasetini bir tarafta yürgüzüp durdu ama iqtisadni güllendirish orqali atrofdagi davlatlarga hem eksportni hem importni kuchaytirish orqali bu davlatlarni Xitoyga texmi bog'lash, texmi munosabatni kuchlantirish. Masalan, dikkat qilsak Afg'oniston bilan Taliban hukumati bilan bir kelishim qildi. Bu yerdagi kelishim qilgan Xitoy davlati emas, Sharq Turkistonda ochilgan Xitoyning bir neft shirkati bor. Bu şirketni nima qildi? Masalan, başka şirketler mi kalalaytı için mesela bu yerlerge? Nima için bu yerdeki Şarkı Türkistan'daki açılgan Xitoyning şirketi bu kelishimni imzaladı mesela. Çünkü bu oylandırılgan meselelerle. Şu etraftaki devletlerini özüge iqtisadi ve ticari cihetde bağlaş arkalı Xitoy özünün təsirini, sözünü küçeytiş arkalı kelgisi de kelip çıkış ihtimal olan uruşlar olsun, tokunuşlar olsun bununki xalqning qo'llashini alanmagan ahvol ostidami hukumatlarninki og'zini o'ziga qaratish va kontrol qilish bu orqali tirashyotdi bu narsa uchun. Shu bu Ruqiya xonim degandek, bunga biz qarshi, biz nima ish qila olamiz deydigan bu narsani o'ylanish kerak va bunga bir yetar kerak bo'lgan chora-tadbirlarni tepib chiqishimizga to'g'ri keldi bu to'g'risida. Xo'sh. Ko'p rahmat Alisjon ağa. Allah razı olsun. Sizlarga rahmat. Rahmat. Rahmat sizga. Rahmat. Qadrli ko'rmanlarimiz, shuna qilib oxirlashtirsak programmamizni. Bir ko'rmanimiz savol so'rasak bo'lamdi deb yozibdi ekan. Men hozir ko'rib, abay ko'rib so'rang desam, so'rab bo'lamidingiz. Vaqtimiz to'shib qoldi inshaalloh. Qoldirasiz inkas shaklda. Qadrli ko'rmanlarimiz, shuna qilib programmamizni 40-sonimizni inshaalloh oxirlashtiramiz. Allah subhanahu wa ta'ala ömür verse yana bir qatımlıq programımızı görüşükçe aman boğaçlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu.